Demek pensiyalar hazır erkekler 60 yaşga to'lganda, ayollarimiz 55 yaşga to'lganda avtomatik o'zi praktik ravishda tayinlanadigan bo'ldi. Hozir davlat xizmatlarine ya pensiya jamg'armasi fuqarolarimiz kelib yurishi shart emas. Hammasi onlayn o'zi tug'ilgan kunida arizalar tushadi. Arizalarni asosan mehnat stajlari raqamlashgan bo'lsa, hozirgi kunda talab etiladigan eng kamida 7 yil staj bo'ladigan bo'lsa, avtomatik ravishda pensiyalar tayinlab berilmoqda. Bunda fuqarolarimiz hozir o'zlari agar pensiyani olmayman, ishni davom ettiraman desa, o'zlari kelib bizga pensiyani rad qilish bo'yicha murojaat qiladi. Keyin biz pensiyasini rad qilib turamiz, ular ishni davom qildiradi. Keyinchalik pensiyaga o'zi murojaat qilib chiqish bilan ega. Bundan tashqari hozir 1,5 yillikda 222 ta pensiya nafaqa, pensiya kompensatsiyalar tayinlandi. Hammasi 10 kunlik muddatlarda muddat buzilish holatlari bo'lmadi. Fuqarolarimizni hozirgi kunda asosiy mehnat daftarchasi yo'q fuqarolarimiz davlat xizmatlari orqali, MyGov.uz saytlari orqali arxiv bo'limlariga ariza tashlab stajlarni yozdirib kelib turibdi. Mehnat daftarchasi yo'q fuqarolarimizni arxiv ma'lumotlari asosida pensiya tayinlab berilmoqda.